Chakana savdo bo'limi bor bizda. Shu yerda ekspres analiz qarab olishimiz mumkin. Kassa hisobotga kirsak, bizda shu yerda общий отчетlarimiz chiqib turadi. Qancha daromad va qancha foyda bo'lganligini, ya'ni toza foyda. Daromad bu bizda общий оборотimiz bo'ladi va qancha sotuvlar bo'lganligini ko'rsatib turadi bizda. Shu yerda bizda agar to'lov kirimlari bo'lsa, bu yerda наличие qancha bo'lgan va plastik karta qancha bo'lganligini ko'rsatib turadi. Undan tashqari, tovarlarimiz qancha va qaysi sanalarda sotilganligini ko'rmoqchi bo'lsak, sotilgan nomenklatura bo'limiga kiramiz. Shu yerda уже bizda davrni tanlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi tovarlar qancha sotilgan va qaysi narxda. Keyingi bo'limimizda bu уже chakana savdo ko'rish. Shu yerda esa biz уже hamma bizda urilgan smenalarimizni ko'rishimiz mumkin kassalarimizda. Ularni ichiga kirib, nima qanchadan sotilganligini ham ko'rishimiz mumkin. Soatning ichida ochilgan chek, qaysi to'lov yo'llari bo'lgan, qaysi atmenalari bo'lgan va qaysi tovarni urib ko'rishganligini ko'rsatib turadi bizda.